$255 zavodskoy pechga ikkita uyga isita oladi desam ishonasizmi? Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Oddiy pechkalardan afzalliklari: bu yerda bemalol o'tin, ko'mir, briket, gaz yoqib foydalansa bo'ladi. Eshiklar ham polni izolyatsiya bo'lgan holatda bo'ladi. Ya'ni bu yerda tutun bu yoqqa chiqmasligiga sabab bo'ladi. Bu yerdan bemalol havo qanchalik ko'p ochsa, shuncha kuchli yoqadi. Bu yerda gidrostatsiya bo'ladi. Bu kuldani. Eng asosiy fishkasi bu yerga radiator ulab, keyingi xonaga radiator qo'yib bemalol yoqib foydalansa bo'ladi. Bu yerdan ko'ryapsiz, o'tin, ko'mir yoqadigan bo'lsangiz, mana bu yerda suv aylanadi. Tepasi choy qaynatsa bo'ladi. Bu yerda suv aylanadi. Maksimum 2-3 ta radiatorgacha ikkinchi xonaga qo'yib bemalol yoqib foydalansangiz bo'ladi. Ushbu $255 aksiya narxi 15-avgustdan 15-sentyabrgacha davom etadi. Albatta aksiyadan unumli foydalanib qolishingizni tavsiya etamiz. Albatta videoga like bosib, tanishlaringizni jo'natib qo'ying. Yanada video ko'proq kishiga tarqalishiga sabab bo'ladi. Yanada to'liq ma'lumot olish to'g'risida bemalol quyidagi telefon raqamlarimga qo'ng'iroq qilib, yanada to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.